Assalomu alaykum. Bugun geometriyadan skenaviy kitobi 13-misol, 13-misoldan demak ishlanishini ko'ramiz. Tomonlari 12, 15, 18 bo'lgan uchburchakka aynalar chizilgan ichkarisidan va markazi katta tomonda yotadi, kichkina tomonlariga urinadi. Shunda markazi katta tomonda qanaqa bo'laklarga bo'ladi? Demak, bu x desak bu yoqda y bo'lakka bo'ladi dedik. O'shanda biz qanaqa ishlaymiz bu yerda? Mana burchakda alfa deb olsak, bu burchakda beta deylik, bu burchakda gamma deylik. Demak, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Bu yerda nimani qo'llashimiz mumkin? Demak, sinuslar teoremasini qo'llasak bo'ladi. Undan oldin urinish nuqtalari 90 gradusdan bunaqa radiuslar o'tkazamiz. Demak, aynan radiusi r bu r. Demak, nima qilamiz? Sinus alfani topsak mana shu yerdan qarshisidagi katetni gipotenzasiyaga nisbati. Demak, sinus alfamiz teng bo'ladi r taqsim x ga. Demak, tushunarli bo'lyaptimi? Qarshisidagi katet bu, gipotenuza esa bu. Demak, bu ikkalasining nisbati sinus alfaga teng. Endi bu umumiy uchburchak uchun esa yana bittalarni yozsak bo'ladi. Ya'ni 15 taqsim bu taqsim sinus alfa. Demak, 12 taqsim sinus gamma. To'g'rimi? Endi sinus gammani topsak, sinus gammamiz nimaga teng? Sinus gammamiz r ni y ga nisbati bo'ladi. Shu ikkalasidan biz mana shu qo'yamiz va ifodani soddalashtiramiz. Demak, buni o'zi 3 ga bo'lsak 4, buni 3 ga bo'lsak 5. Demak, 5 sinus gammamiz teng bo'ladi 4 sinus alfa. Tushunarlimi? Demak, bu yerda endi bu ikkalasini olib borib qo'ysak, 5 sinus gammani o'rniga nimani qo'yamiz? R taqsim y ni qo'yamiz. R taqsim y da 4 ko'paytirib sinus alfani o'rniga esa R taqsim x ni qo'yamiz. Rlar qisqarib ketadi. Demak, nima bo'ldi? 4 y emas 5 x ga teng bo'ldi. Endi bizga nimalar ma'lum edi? X plus y emas 18 ga teng edi. X plus y emas 18 ga teng edi. O'sha yerdan demak biz y ni joyiga 5 taqsim 4 ni qo'yib olsak bo'ladi. Demak, y ni joyiga o'shadan 5 taqsim 4 x ni qo'yamiz. Shunda biz nima bo'ladi? X qo'shilgan 5 taqsim 4 x teng 18 ga. Bo'lmasa bu nima bo'ladi? 9 x bo'lingan 4 18 ga. Bu yerdan bizga x nechaga teng bo'ladi? X imiz teng bo'ladiki 9 qisqartirib 8 ga teng bo'ladi. O'sha joyda endi y 10 ga kelib chiqadi. Chunki ikkalasining yig'indisi 18 bo'ladi. Masala yechildi.